Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli skuter quva obunachilari. 3 ballonli skuterlarimiz keldi. Bugun 24-aprel 2026-yil sanasiga kattaroq 3 ballonli skuter so'rayotganlarga orqalari bekilgan, eng qizig'i o'tgan safargilarda moshinacha bo'ladigan xususiyat yo'q edi. Ya'ni bunaqangi kilonkalari yo'q edi. Endi qishda ham bemalol atrofini o'rab ketsangiz bo'laveradi. Bunaqangi kilonkalarigacha keldi. Skuterlarimizni narxini ham 5 kunlik skidkada 24-apreldan tortib 30-aprelgacha ham qilib beraveramiz, mayli. Soat 10 dan o'tdi-da, chunki sizlardan o'ylagan holda 30-aprelgacha ko'rib turgan 3 ballonli skuterlaringni, bular kattasi, kichkinasi deb adashtirmanglar. 60 volt 39 amperli akkumulyator bilan jihozlangan katta akkumulyatorli kattaroq bo'lgan 3 ballonli skuterlarimiz narxini $1200, $1000, $1300gacha sotishyapti. Bu skuterlarimiz narxini xudo xolasa sizlarni xursand qiladigan, sizlarni quvontiradigan narxda qilib, eng arzon narxda chiqarib qo'ydik. Ya'ni ko'rib turgan skuterlarning 1, 2, 3, 4 donasini 30-aprelgacha $950 dan xarid qilib ketsanglar bo'laveradi. Endi $950 ga qanday skuterni olasizlar? Shular haqida ko'rib turgan skuterlaringni ma'lumotlarni berib o'tamiz akalar. Qaranglar. Diqqat bilan eshitinglar. Ko'rib turgan skuterlaringni eng qizig'i baloniga e'tibor beramiz. Balonlari saka diskali, hamki 310 lik shirokiyroq, kattaroq balondan qo'yilgan. Bu bir hamki oldi tormozi jitkisli qilib ishlangan barabanskiy tormoz. Endi qarang, orqasi ham kengroq, boshqa 3 ballonlilarga qaraganda orqasi kengroq, bemalol bir kishi o'tiradigan bo'lsa, oldida yana bir kishi harakatlanib olib ketsa bo'laveradi. Maksimalni 250 kilogacha bo'lgan yukni bemalol ko'taraveradi. Endi qarang, orqa ballonlari ham boshqa skuterlarga qaraganda tashqariga chiqqan, orqalari ham kengroq qilib ishlangan. Sizni xavfsizligingizni o'ylagan holda qarang. Endi bu skuterimizni qarang, tormozi bitta oyog'ida tormozi bor. Qo'lda jitkisli tormozi bor, hamda orqasida ham qo'l tormozi bor. Telefon podstavkasi bor. Agar muzika, Qur'on eshitib ketaman desangiz, Bluetooth maytafonlarigacha o'rnatib qo'yilgan. Bemalol mana yoqasida buni bosib tursangiz yonadi. Bluetoothdan uloqsangiz bo'laveradi, xohlasangiz fleshga solsangiz bo'laveradi. Telefonni bu yerga qo'yib olasiz. Undan tashqari cho'ntagi bor bu yerda. Mana bu yerda ham cho'ntagi bor. Oldi dvornigini ko'rsating-da. Yomg'ir yog'ib qoladigan bo'lsa, yomg'ir yog'ib qoladi. Bitta knopkani bosasiz, o'zi dvornik ishlaydi, ko'ryapsiz? Rushnoy bas, avtomat bular ham. Bitta zaryadida qarang, 40 kilometrdan 80-85 kilometrgacha masofani bosib o'tirasiz. Akkumulyatorlari kattarog'idan qo'yilgan. 32, 20, 22 amperli akkumulyatordan emas, 60 volt, 39 amperli akkumulyatordan qo'yilgan. Qarang, olib keling-da. Tablolari ham yangi, skuterimiz o'zi yangi, qarang, 0 kilometrlargacha yozadi. Bitta voltini ko'rsatib turadi o'zi, 64 va 5 voltda bo'ladi. Qarang. Keyin bu yerda ham zaryadini ko'rsatadi, speedometrlari ishlaydi, kurslarigacha ko'rsatib turadi skuterimiz o'zi. Keyin tormozni bosganingizda yurmaydigan xavfsiz rejimlar bor, qarang mana. Tormozni bosing deyapti, ko'rdingizmi? Ancha-muncha skuterda yo'q, keyin qayerda nuqsoni bo'lsa, boshqa bo'lsa o'z tablosida aytadi. Skuterimiz 3 kishini bemalol olib ketaveradi. Tezliklariga keladigan bo'lsa, 35 tezlikdan 50-55 tezlikgacha maksimalni ko'tariladi. Orqasida ham qarang. Bunaqangi bachoylari bor, orqasi ochiladi. Setkachasi bor. Setkachalarini ham ochib, mayda-chuyda solib ketsangiz bo'laveradi. Kalitni o'zida mana qarang. Sidinasini tayin ochadigan bo'lsangiz, sidinasini tayida ham ancha bo'sh joy bo'ladi. Bemalol mayda-chuyda xarajat solib, buni bekitib, ustida odam o'tirib ketsa bo'laveradi. Ko'ryapsiz-a? Ranglari, ko'ryapsiz, ranglari mana shu ko'rib turgan ranglaringdan oqi hamda bitta qora rangidan bor. Ko'ryapsiz? Oq chiroyli ekan, menga oqi yoqdi. Oldilari yonishini qarang, faralari ham go'zal. Gap bo'lishi mumkin emas. Orqa faralarini bitta olib ko'rsatib berasizmi? Orqa faralarini qarang. Tormozni bos. Pavorotnilarni qarang. Pavorotnilar yonishini qarang. Diodda bu lampochka bas. Qarang, bu tomonga. Ko'rdingizmi? Pishidi. Tormozni bosib qarang. Yondimi? Ha? Mana yonyaptimi? Yonmadimi? Svetni o'chirsa deysan. Qani endi?
O'zi yoniq turibdi-kanda, tortilib qolibdi. Mana yoniq turibdi. Svetni o'chirib qo'ydim-da chunki. Gap yo'q. O'chdimi? Qarang mana tormozni bosaman. Ko'rdingizmi? Tormozni bosganda mana bitta lak bosib qo'yasizlar shu joyga. Skuterlarimiz Agnat brendiga tegishli. Bu skuterlarimizni undan tashqari hozir kelgancha hali ancha-muncha zborka ishlarini ham qilishga ulgurmadik. Mana yon tomonida bakov aynalar bo'ladi. Korobkada bularni qo'yib beriladi, обязательно qo'shib beriladi. Bunaqangi yopinchiqlari ham bor deb aytib o'tib ketdik. Bular ham qo'shib beriladi. O'tgan safar kelganda yopinchiq yo'q edi lekin mana. Yopinchig'i, bakov oynasi, zaryadchiga hamma qo'shib beriladi. Bular bakov oynaga. Zaryadchiga 60 volt 39 ampere. Ko'rsatib qo'y. Akkumulyatorning o'zini ko'rsating deganlar-ku. Akkumulyatorning o'zini ham. Akkumulyator mana bu yerda bo'ladi. Mana kalit suqasida neqsiz ochiladi. Ko'rdingizmi? 39 amperli akkumulyatordan qo'yilgan. Bu yerdan zaryad qilasiz. Zaryadchilar ham original, o'zinikini beramiz. To'lganda o'zi avtomatik uzadi. O'zi to'lgandan keyin siz masalan kech payt qo'yib qo'yib, ertalab olib minsangiz bo'laveradi. E'tiborli tomoni orqalari ham oyna bilan berkitilgan. Ko'pini qarasangiz orqasi ochiq bo'ladi. Shabada kiradi, boshqa bo'ladi. Orqalari ham bekilgan. Qishda bemalol yursangiz bo'laveradi, klonkasini o'rab olib. Ko'rib turgan skuterlaringni to'ralasini ham $950 xarid qilsanglar bo'laveradi. Bunaqasi ancha-muncha joyda topilmaydi. Narxi bo'yicha ham, sifati bo'yicha ham joy bilan raqobat qilaveramiz. Pastda nomerlar qoldiramiz. 90837 7056 raqamiga telefon qilib, to'liqroq ma'lumot olsangiz bo'laveradi. Telegram kanalimizga o'tsangiz, lokatsiyalarimiz bor. Manzilimiz Quvada. Agar tushunmagan joyingiz bo'lsa, telefon qilsangiz, sizga to'liq ma'lumot beraveradi. Arzonroqdan so'raysanglar, ko'ryapsiz, assortiment bomba, arzonroqlari ham bor. $800 deysizmi, 850, 700, 750, $440 boshlanib 3 ballonli skuterlarning o'zi $1200, $1300 gacha ketaveradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ciao.